Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari. Bugun biz Sirdaryo viloyati Xovos tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerga kelishimizdan maqsad albatta Max-Herbal mahsulotini ichib juda ham chiroyli natijaga erishgan opamiz bilan suhbat olib boramiz. Xo'p, Mo'jid opa, xonadonimizga mehmonga chaqirdingiz. Avvalambor kattakon rahmat. Sizni ko'rdim, xursand bo'ldim. Nafaqat sizni ko'rdim, balki mana natijalarni ko'rib undan-da xursand bo'ldim, sevindim. Mo'jid opa, bunaqa chiroyli natijaga erishganingizni faqat endi bizga aytmang, mana eshitib turgan yurtdoshlarimiz ham bilishsin. Qanday qilib erishdingiz? Bu fibroz o'zgarish 9.2 dan 7.4 ga tushibdi. 1,5 oyda. 1,5 oyda shu Max Herb'larda ichdim. Max-Herbalda ichdingiz? Max Herb'larda ichdim. Shulardan anavi bo'ldim. To'g'risini ayting, Max-Herbalda ichish davomida Mo'jid opa nima deydi, qanaqadir bironta bir qo'shimcha dorilar ichdingizmi? Yo'q, ichmadim. Qo'lni dorilar to'xtatdim-da, faqat shularni ichib, shular bilan anavi bo'ldim. Mo'jid opa, sizda virus qaysi turi bo'lgan? Gepatit B. B turi. Necha yil bo'ldi bunga? 2022-yildan beri. 22-yildan beri bilasiz. 22-yildan beri. Birinchi marta shifoxonaga murojaat qilganingizda qanday belgilar bilan murojaat qilgansiz? Gepatit B borligini qayerdan bilgansiz? Operatsiya. Женский tarafdan operatsiya bo'ldim. Shu orqali borib topshirganimda gepatit B chiqdi. Gepatit B chiqdi. Tasodifan chiqqan. Tasodifan. O'zi o'shangacha bo'lgan davrda mana holsizlik, charchoq hislari bo'lganmi? Yo'q. Hech eslab Yo'q, eslolmayman, lekin u anolarni eslolmayman. Keyin mana yaqin orada shunday bo'lib yurdim. Faqat uxlardim, yotardim, yotgim kelaverardi, shu charchoq, ish qilsam hamsirashlar, anolar bo'lib qoldi, tamom, mana bo'lib qoldim. Og'riq bo'ldi. O'ng tarafda og'riq bo'ldi. Shu paytgacha tibbiyotdan davom olajasi olgansiz. Mana tabobatni ham qildingiz. Tibbiyotda natija endi zo'r bo'lmaganligi sabab bizga murojaat qildingiz. Shuni ham bir marta ichib ko'ring, natijasi bo'ladimi, yo'qmi deb. Ikkalasini solishtirganda qanday farq bor? Endi albatta dorilarda yo'q. Tibbiyot vakiliman. Demoqchi bo'lganim, bularda fibroz o'zgarishi yaxshigina yuqori bo'lgan va hozirgi kunda mana pasaygan. 1,5 oyda ichida shuncha chiroyli natija. Ikkalasini solishtirganda qanday farq bor? Endi dorilar baribir anavi bo'ldi-yu, lekin soni ko'p, vaqt talab qiladi. Ham oshqozonimda og'ritdi. Qiynaldim to'g'risi. Oshqozonimga oxirgi paytlar rosa og'riq bo'lib, anavi bo'ldi, yig'ishtirdim-da dorilarni. Shu Max Herb'dan ichishni boshladim. Sababchi bo'ldi buni olishingizga? Sizlar, yana xo'jayinim. Xo'jayiningiz bular ko'rib qolganlar. Xo'jayinim ko'rib qolib, sizlar anavlaringizga anavi qildilar. Men shu kishiga ishonyapman, shundan yaxshi bo'lasan dedilar. Mana Xudoga shukr, shundan bekorga aytmaganda. Ixlos qilib olib ichdik. Mana 1,5 oyda ichida mana shunday natijalar. So'z isbot bilan deyiladi, hurmatli guruh a'zolari. Mana 9.2 dan 7.4 ga tushgan 1,5 oyda. Sifralarga ham bemalol qarashinglar mumkin. Rasmga olib albatta mana guruhga qo'yamiz. Xo'p, Mo'jid opa, hech qanaqa parhezsiz, faqat giyohlarni o'zi bilan shu darajaga erishibsiz. Mayli endi bu nima deydi? Instrumental tekshiruv. O'zingizda qanaqa o'zgarishlar bor? O'zimda shu charchoqlar yo'q. Mana kelganlaringda ham ko'rlang. Yengil yugurib, ana o'qib yuribman. Shirin shakar ovqatlarni qilib, bizni kutib oldilar. Yugur qilib mana xo'jayinim ikkovimiz uylarni ko'taryapmiz. Ana shu anavlarni. Xo'jayiningizga siz ham shu tergak bo'lib, uy yuvishlarda yordam berib, hammasida yordam berib, ikkovimiz birga hamma ishda. Shuni natijasi. Juda ham yaxshi. Mo'jid opa, mana shu mahsulotni ichmoqchi bo'lgan insonlar ikkilanishadi. O'zi haqiqatan natijasi bormi, yo'qmi? Bular qanaqadir bir mashinik kompaniya ham deyishi mumkin. Boya eshitib shunaqa gapni, shunaqa deb o'ylaganmiz deb. Xo'p, yana nima? Allergiya berishi mumkin. Allergiya bermaydimi? Tarkibidagi giyohlar degan so'zlar ko'p eshitamiz-da. Qanaqa bo'ldi sizda? Yo'q, allergiya bermadi, yaxshi. Xudoga shukr, nima bo'lganim yo'q. Bizni mahsulotni ichganingizdan xursandmisiz? Xursandman. Borlaringga shukr. Doimiy kontrolda. Har doim savolingizga javob bor. To'g'rimi? Savollaringiz biror marta javobsiz qolib ketdimi? Yo'q. Yo'qmi? Har safar javob olyapman savolimga. Qanday savol bo'lsa, parhezga. Demak, parhez qilsangiz, hozir 1,5 oyda ichida F0 ga to'g'ri kelib turar ekanda, sizning tekshiruvingiz. Juda ham chiroyli ko'rsatkich, bu ham deyarli nima deydi? F1, F0 ga yana Xudo xohlasa 1 oyda ichida tushiramiz. F3 dan F1 ga to'g'ri kelishi bu sensatsion holat, albatta. Xursandmiz Mo'jid opa? Rahmat, borlaringga shukr. Ilohim bardavom bo'lsin. Farzandlaringiz baxtiga, sog'-omon bo'ling. Aytganingiz kelsin. Kasallik sizdan chekinsin. Ishlaringga rivoj. Rahmat shunchalik kelib mana ko'rib mana o'qiganlaringga. Shunday xalq xizmatini qilib yurganingizga rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, farzandlaringiz baxtiga doim bosh bo'ling. Shunaqa, hurmatli guruh a'zolari,
kimda mana shunday jigar bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bemalol savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Mahsulotni mana ko'rib turganingizdek, hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Siz o'ylagandaqa mashina kompaniya emasmiz. Har doimgi Telegram kuzatuvi bor, albatta. Mahsulotni olib, sotib xayrlashish emas, albatta. Olgandan keyin ham nazorat guruhi bor, albatta. Nazorat guruhi bilan mana shug'ullanib turamiz. Barchaga sog'lik, salomatlik.